Qadrdonlar, demak biz o'yinimizni boshladik. Bizni biletxonaga chiqamiz. Biletxonamizni ko'rib chiqamiz. Yer-to'ri juda ham katta. Stashlar olmasa. Yo'q, qaradiganga aytaman. Hozir 15 daqiqa vaqt berilgan bizga. 15 daqiqa ichida maksimal javob qidirishim kerak. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun biz Yuksalish Liderlar Akademiyasini o'quvchilar bilan birgalikda Zona Sunrise'ga tashrif buyurdik. Bugun biz o'quvchilarimiz bilan 20 tasini tanlab oling. Asosiy katta 14 yoshdan yuqorilar bilan birgalikda ekstremal beking bochoq tashkil qilmoqchimiz. Ob-havo birozgina sovuqroq, mushunday bo'lishidan qaramasdan biz hozir o'zimizga energiya berish maqsadida mana shu o'yinni tashkil qildik. Kim g'olib bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'quvchimizga 2 million so'mlik vaucher taqdim qilamiz. Qani, mana dada. Katta pul. Hop, qadrdonlar, hozir mana biz 20 ta o'quvchilar bilan birgalikda ekstremal bekin bochoq o'yinimizni boshlashga tayyormiz. Start beramiz. Bular bekinib olishligi uchun roppa rosa 15 daqiqa beramiz. 15 daqiqadan keyin men izlashni boshlayman. Hamma tayyormi? Tayyor bo'ladigan bo'lsa, shiddatli olishib. Xo'p, o'yinimiz roppa rosa 2 soatga mo'ljallaymiz. 2 soatgacha men izlashlarga harakat qilaman. Hammaga omad. 45 ta bo'ldi. Men sizlarga 15 daqiqadan keyin qo'shmas yarim soat shartlar hammaga e'lon qilingan. Uni qanchaga ushlab tura olasiz? Qadimgiday kuch-quvvatim qolganaman, lekin 10 minutga ushlab tura olaman. Rahmat. Ungacha Kanada chegarasiga yetib olamiz. Ketdik. Ketdik. Ob'yom ishlab qoldim. Kim uni men uchun kerak qarchi. Men bilmayman nima qilaman. Lekin men 100% olib ketaman. Hozir biletxonaga chiqamiz. O'tiruvchi. Bekotdilar. Bitta. Yaxshi ol keldi. Ketyapmiz. Qanot topish aka. Sekin ketyapmiz, boshqalar jilvardi yo'q bo'ldi. Sekin ketyapmiz. Короче, уже 5 daqiqa o'tib bo'ldi. Biz hali joy qidiramiz. Territoriya juda ham katta. Fanariklarda qidirishadi. Mana qorong'i joylarga bekinishi foydasi yo'q. Bilet var ha. Söyle bak. Şu an arkasını hiç mi ettin? O ulug' shaman. O, şöyle bak. Bir de çıktı. Hadi yürüyün sonra. Kim var? Kim var? Короче, men joylandim. Start bo'lgan joydan to'g'rirog'i bir 50 metr, 100 metr uzoqroqda. Men planim bor. Videoni kuzatib borsanglar, men hammasini aytaman. Biz mana shu joyga o'tira oldik. Buni bo'ldi. Ikkita bolalar bor o'tgani. Buni otlatib deydi. Tamamizga bog'laymiz. Qadrdonlar, demak biz o'yinimizni boshladik. Mana! Bittasi ismi mana anaqam bor edi. Rejam bor edi. Meni planim bor. Videoni kuzatib borsanglar, men hammasini aytaman. Qandaysan, Sardor?
Siz bu yoqdan ketganingizni men qorovulxonaga yubormoqchiman. Oy, ko'rdingizmi? Afsuski men birinchi bo'lib chiqib ketdim. Nasib hammasi. Bu nima degan gap Sher aka? Siz brigadani ishini orqaga tortyapsiz. Yo'q, qursash mumkin emas ekanmiz, to'g'rimi? Ha. Ana, 2 kishi. Bo'ldi, to'xtang. Hovana. Qani? Hovana daraxtagida. Yoki? Bormayman. Yoki deyapman senga. Yo'q, bormayman, urasiz. To'xtang. Akana. Bo'ldilar topdik. Ustoz shundoq biz tarafga yuribdilar. Voy. Ashyor kimlardan topdilar deyman-da. Og'izlari balandroq chiqibdi. Oyoqlardan zax o'tib ketdi, bor qo'llar vashi muzlab ketdi. Xudoy berdi. Sabardosh. Nima bo'ldi? Topdingmi? Bilmayman, nima ismingiz? Ashba. Sizchi? Siz? Başka bir var. İsminizi bilmem ne kadar durman. İsminizi ben çıkın gelin yapar. Muhammed Amin miydi? Ha? Bak su borsa kaldı. Vay. Bir şey olmuyor. İçerisi fakat Muhammed Amin nerede? Muhammed Amin kaptım. Tut da gitti. Bu kuyov bo'ladi, kaptarlari ko'p deb eshitaman, nechta? Qadrdonlar hozircha 4 tasini bitta davurdik. Ustoz shundoq yonimizdalar. Ovozlari eshitilyapti. Tozalab ketinglar. Bitta bilyardxonamiz ko'rib chiqamiz. Hozir bizni bilyardxonaga chiqamiz. Assalomu alaykum. Biz ozgina lokatsiyani o'zgartirdik. Bag'rimli. Bizga otlaydi.
Bu kishi ham chiqdi. Ismingiz nima edi? Abubakir. Abubakir ketdi. Poyezdda bor. O'zi chiqib qo'ydi-yu. Yaklaş bolayım, uzaktan bakalım. Baksana bekleyin. Uçağın içine kırıp bir şey anlatmazsa bu. Ya tövbe. Estağfurullah. To'xtanglar, shu yerda ko'rib olaydi. Aha. Ana bolajon o'tirsin qara. Ay ko'rinadimi, ko'rinmaydi siz beringchi. Ana o'tir. Men seni ko'ryapman. Qarab tursam. İsmingizni bilmayman, o'shasiz. Ismingiz nima edi? Abdulvosiy. Abdulvosiy chiqdi. Bu o'tirib qarab turaman tez. Bekilda davom etdi. Sekinroq chiqing. O'tiring, men bolani ko'ryapsan? Qattan topib oldim buni men. Qadrdonlar ko'pchilik ismini bilmayotganligi menga sal pand beryapti, chunki o'quvchilar ko'p, hammasini ismini eslab qololmaydi. Ish qulf ekan-ku, demak. Masalan, kirib chiqib tashqariga qo'yamiz hech kim. Buni yirtib nima qilasiz? Bismillah sunnatulloh. O'zi ochiq-ku. Kechirasiz. Abi kimlardaki gazetede? Boshlanapti. Anada. Mana odam qaranglar. Topdimmi? Sizlarni bilmayman-ku. Lekin urdim-a? Siz boya bu yerda qochdingizmi yo'qmi? Qochdim. Ko'rdingizmi? Ha, men guvohman. Hammasi Nima qildi bular? Mana ular qochdi. Nimaga qochdi bu? Mana aka quvladi-da.
Hovliga chiqib ketish bo'lmasligi aytildi shart. Do'stlar, neto bo'lsa ham, neto bo'lsa ham, neto bo'lsa ham. Ketma-ket hammasi yopiq bo'lmasligi kerak. Siz ishtirok etmayapsizlar? Yo'da kim bor? Yo'dachi. Siz nima? Endigina yaxshi hayot kechiraman deganda Yo'dachi. Kim bor? Kim bor? Yo'q ekansiz kim? Mazza qilyapsizlar? Qoch. Xonalarga kirmayman. Siz miydi? Nurxon. Jalol. Mana shularni. Yo'q-ku. Bashetdagi boy odam bor dedim. Boy o'ta hamma yurtda yo'llar. Ustoz bizning yonimizdan shunday o'tib ketdilar. Vashi yaqinimizdan o'tib ketdilar. Ko'rmadilar. Tekshirib ko'rmadilar o'sha yo'lni. Deyishimni xohlayapti mana bu. Masha kalbi izlaganda. Men seni ko'ryapman. Masha kalbi izlaganda. Ovozini o'zgartirishini. To'g'ri qo'yildi. Sizni hamma yomon ko'radi. Dadam, oyim, qishloqdagi odamlar, magazinchi G'aybullo. Siz hammani ishiga aralashavergansiz. Shu odam dedi, shu odamni uzoq qidirdim. Qani hayot topdim. Ustoz bizning yonimizdan shunday o'tib ketdilar. Vashi yaqinimizdan o'tib ketdilar. Ko'rmadilar. Tamam. Kim? Bilaman, bitta o'zinglikda. Demak, bu bormi? Nima bitta o'yin qochib ketdi, rosa. Qandaysan, Sardor? Nimaga birovni alding? Kimniki? Tozami? Ko'rmaydi, yechirsamas. Azizni topdimmi, topdim. Muhammad Aziz qoldi. Muhammad topolmaydi. Nima? Aşağı oy mana oraya qara. Mana qayla. Sizmi sizni? Ha? Islomjon, to'xtang, qatdan kirdingiz siz bu yerga? Voy, ha? Shu yerga kirmagansiz, bu yerdan emas, qayerdan kirdingiz? Keling, qo'li bering, chiqarib. Yo'qmi? 10 million qo'ysam bo'lar ekan, ha? Men seni ko'ryapman. Qanaqa kamera bu? Kadrda olyapsiz, kadrda olyapsiz. Men seni ko'ryapman. Hoji bolam, to'xtang. Lekin juda ehtiyot bo'lib chiqing. Mana sizga yoqib turaman, sizga emas. Narit. Mana chiqib oling. Turing. Voy bela. Qatli kirib ketdi. Otga kirib ketdingiz.
pul o'lsin ha. Demak aytdim-ku. Muhammad Aziz bormi? Demak hali bitta yana kimlardir bor bu yerda kiritilyapti. Muhammad Aziz xatdasi. Shu yerda u ya. Ana o'zingni tushunyapsizmi? Mana shu odamni topdim. Endi nima aytaman? Bu yerda Nerealniy, dedi optitta, nerealniy. aka. Ustoz Abdulloh Ustoz boshladimi qidirishni? Assalomu alaykum. Biz mana yarim soatdan keyin ikkinchi qidiruvchini qo'shamiz degandik. O'sha odam menman. Qo'rqma jonivor, men bo'laman, akang bo'laman, jongina menman. Qo'rqma, aynan. Boshladik. Bu qarada. Chaqiring bo'ldi. Ko'r mana. Qidirishni boshladingiz o'zi. Men gruppaga yozib qo'ydim. Ha, yozib qo'yinglar. Video qilib tashib qo'yasiz gruppaga. Bu odam chiqib ketdi deb. Bo'ri ishga tushdi. Bela qaradimi siz? Abdulloh ustoz. Hozir chiqib ketyapti oshxona tomondan. U kanalda men borman-ku. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Chiqib ketdinglar o'zi. Ko'rdingmi? Topildingmi? Ha, topilganman. Mana. Mana ham ko'kda. Oching. Talabaydi sizni demaydi shu shatdasiz. Oching. Bo'ldi. Oching derangizni. Sinmaydi. Bo'ldi, sizni bo'ldi. Umid. Topildi. Umid bo'ldi. Umid. Topilganlar ustoz. Ha. Odamlashgansiz. Nimaga? Ayni prezident modis. Aytganingiz shunaqa deydilar. Bazami? Umid bir qaravering, Umid. Topilganlar. Mayli bir ko'rib oling. Topilgan bilan. Hammaga bir qarasin, chehrasini bir ko'rib oling. Bolajon, oching, ko'ray, yaxshilab. Katta edingiz. Turgan joyidan orqasi. Ha. O'sha yerda yonimda o'tiribdi. Men birinchi keldim. Siz esa yoqqa bormadingiz. Bolalar bemalol yuraveringlar bolalar. Keyin ortga gap menga kerak emas, ustoz yuraver. Tushmayman. Tush dedim senga. Tush. Nima qilyapsiz? Tushmaymanmi? Tush. Tush dedim senga. Nima qilyapsiz? Tush. Yo'q, sekin-sekin. Tushi bilaman. Bekorga qolmadi mana. Yomon. Man yig'lasan mana shu yerda. Sizga kelasiz yaxshi yotadi. Adildan topolmas. Mana uni qo'lini qara. Qatdan bilan topolmasligim. Ustoz topolmasdingiz, faqat barcha qaradingiz. Topolmasdingiz. Hozircha biz topganlarimiz 15 tadan ko'proq 18 tagacha ham topdik. Maksimal darajada 3 taga 4 kishi qoldi. Hozir endi joyimizni qisqartiramiz. Ya'ni biz hozir tepadagi hamma bog'lar bitta bowling bilyard xonani, ikkita o'ng va chap tomondagi bog'lar ham atlang. Bu yoqdagilar hozir siz
chiqib joylashib olishligingiz uchun 10 daqiqa vaqt beramiz. Biz uni xonaga kirib turamiz. Ketdik. Hayır. Siapa? Latta kopyang qatta? Qo'g'irchalarim oldida. O'tda-yu. Bicara buat sini berada. Kasih kesal. Ini banget. Banyak ikan ni batu disini. Qani Abdulloh ustasan chaqir. Kurtkes ko'rib qoldi, brat. Kurtkes ko'rib qoldi. 3 marta oldin ketdilar. Kurtkes ko'rib qoldi. Boya kelganingizda lekin shartdan ko'rinuvdi. Yo'q, aqlga Ikkinchi daraja chiqib qo'ydi. Voy, qotib qoldi. U oyog'im. Men seni ko'ryapman. Kim bu? Jigar qotib ketaman deb o'ylaganmiding? Oli buni oli. Jigarlar yomon sabab qildim. Yomon topib qo'ydim yo'qmi? Voy siz topolmadinglar, shunday ketdilar. Oldinga ketib olaman, o'shani topib ketdilar. Akalar fikrlash kerak-da. Bir kishi o'zi chiqirlab qo'ydi-da. Bir kishi qoldimi? 2 kishi. Buni bilmayman, 2 kishi qoldi. Kim toplasizmi? Endi yoz o'tirdimi? Ali topilmadi deb. Qayerdan chiqdingiz? Topoldilar. Ey qizim, Aytib asli bo'ldimi? Bize qanday topsiz kelizami? Abdulloh qayerda izlayapti? Tekman shekilli. Pastini tekman. Ham tezlamandilik qaramadim. Soat chiqmadimi? Qo'ying, Ali berganmi? Orqalarda yurib ko'rmaysiz. To's!
Kiraman ustoz. Ana. Qaysi Alibek? Un topdingmi? Oxirida jafr topildimmi? Hali Saydolim bilan Muhammad Aziz. Ana ular mazasi katerlikni ichidan topishdi bularni. Ne orqada ko'rmayapti ustoz? Ha, chaqib kiradigan mana binoning orqasida katerlik bor ekan. Yo'q, u yoqqa o'tmadimi? Va! Asal kelib o'tiribdi-da, mana ular. Ustoz kim qoldi? Soniyada mana bularni topishga chiqdi. Gapni yugurib o'tib ketdi, gapirdi ko'rdi. Bugun bitta narsa bugungi ekstremal o'yinimizda haqiqatdan ham bekinganlarning ichida kim meni shokka tushirdi desam bo'ladi. bugungi yashiringanlar ichida juda ham strashli yashiringanlar bu yerda Azamat, keyingisi ulardan ham dahshatli aytaman. Azizxon bilan qani yana bitta hoji qani? Osmonaga qani? Hoji mamlaydi. Hoji Akbar qani? Bu tegi xonada edi. Ishxonasidan Changal. Sen bir o'tirdi, siz uni tom olayotgan. Qara o'tirdi. ichiga kirib ketdi. Changalmi? Nima dedi? Ichiga kirib olganda zo'r oxirgi moment ko'rdim. Juda ham oxirgi va yana bitta aka bu ham bor. Ikkita kishi bo'lib, bular plastiklar umumiy bugungi topolmaymiz deb o'ylayman. Soatimiz necha bo'ldi? Soat 8:10. 8:da boshladik. 6:40. 6:45 Men 7da izlashni, adashmasam 7da izlashni boshladim. Ha, 7da boshladik. 15 ekan, 55 taka bo'lsa, demak biz rola 1 soatda 20 ta odamni ochib yubordik. Yo'q, lekin ustoz qarang. Joy ham kichkina bo'lmadi, svitlarni o'chirish kerak. O'shanda qiziq bo'lardi, ustoz. Shuni ham fonar ham bular yoniq, vachi bo'lmaydi, ustoz. Ranglarni ajratib ko'rsin. Yashirindi. Bugungi o'yinimizda birinchi topilgan aka, birinchi topilgan. Menga informatsiya berib tur. Va eng oxirida topilgan aka, jasur aka bo'ladi. Bu eng oxirida topildi. Eng oxirida 30 soniyaning ichida Abdulloh ustoz tomonidan topilgan bizning qahramonimiz. Siz bilan Abdulloh ustoz o'rtasida qolib ketdimmi bu? Bu akaga rasman biz 2 million so'mlik vaucher taqdim qilamiz, xudo xohlasa, Yuksalish akademiyasiga borishi bilan. Bu oltinlar bizning 7 pushtimizga yetib ortadi. Tayyor. Hop. Nima yoki u bir sikitgami? Nimaga ishlatadi? Endi o'sha paytda video ko'p joylaymiz, qo'shqaramiz. Aytib naqd ko'rinishi beramiz. Şu an togi tutinchi. O'rakini olsa ham 2 million so'mlik vaucher egasi qahramonimiz bugun jasur bo'ldi. Xo'p, oxirgi daqiqalarda yana kimlar topildi? Asakali qo'yinglar. Asakali qo'yinglar. Saydolim bilan Muhammad Azizmi yoki Muhammad Aziz, Saydolim bilan Muhammad Aziz. Bizning birinchi joyimiz hisoblagan yaxshi. Demak, bugungi qahramonimiz mana shu bo'ldi. Qadrdonlar, bugungi ekstremal bizda bekinma chog'imizda Zomin Salaraysa biz davom ettirdik. Sizlarga alohida rahmat, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Bu o'yinimizni xudo xohlasa nasib bo'lsa 9-13-11 may kunlari 2026-yilda davom ettiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.